Yolg'izlik insonni quritadi. Motivatsiyani nereden olasan? Apang nereden olaman? Otaning qayerda? Ota-ona qayerda bo'ladi, u siytoy bo'ladi. Pullar nerede turibdi? Pulni nerdaligini bilmayman, pul meni nerdaligini biladi. Pul baxt olib keladimi? Pulni to'g'ri taqsimlash baxt olib keladi. Yetti qarasan. Keyingisi, Yosh bola ekansan. lekin meniki katta. Orzularim. Amaki, to'g'rimi hozir shu ishinglar? Birovni pulini o'g'irlab, bolalaringga harom luqma yedirasizlar. No'sh chakish kerak. No'sh chakish kerak deydimi? Nima deydi? To'g'ri gapi. Nima qilish kerak deyapti? Ana agarodda o't to'lib yotibdi. Shuni yuylanglar, men sizlarga naqd sanab beraman. Kim var ekan? Uyda hech kim yo'qmi? Ya uyda hech kim yo'qsan, kashi ichyapsanmi, onangni yemayapsanmi? Bular kim? Ha, bular madikorlar, ishlagani kelgan. Ishlanglar-da, sal toza qilinglar. Ishlatacak buni janob kirib. İşletecek değil mi? Pes ödemesi yiyecek. No. Noto'g'ri tushmanglar, qo'shnim bu nonga kelganda. Tinch bor ekan, rahmat. Mayli, och bo'lsin. Sana opam ne dedi? Men ergel. Ot butini yig'ishda pullar qayerda? Bu yerda. Yalla guruhida chiqqanmisiz siz? Tashakkur aka. Siz menga non beruvdingiz-ku. Men sizga lala ko'p keldim. Odamdan yaxshilikka qaytadi. Bo'pti, rahmat. O'sha yoqqa tashab ket. Lala kuzurda, namlikni saqlaydi, allergiya chaqiradi. Qisqar! Pul nerede pul? Dada? Dedengmesmen men senin. Oyi. Yo'q ole. To'g'risini aytsam, dadam bilan oyim meni tashab ketishgan. Yetimxonaga. O'shandan beri ularning yuzini ko'rmaganman. Shunga siz dada, sizni oyi desam bo'ladimi? Bo'ladi. Dada. Ha, bolam. Oyi. Yo'q. Ayt yetimi. Ayting, oyi. Nabi bolam. Sut ichaman. Bormi senda shu? Süt deyapti bu garang. Süt mendan nima qiladi? Ha, o'sha nonni ishlatasan endi. Hey, zaharni qo'shaman, bolani o'ldiramiz, pul olamiz, ketamiz, bo'ldi. Havo shunda. Olib ketdik da. Men bolajon sütni tayyor. Men mol sutini ichmayman. Ya onangni sutini ichasanmi? Ha, ichaman. Ey bolajon bitta ichib ko'rish. Unaqa shirin mazasi voy uni qarab. Ne öldü? Apang öldü. Öldü apang. Ey apangni